Salam jamoat, Salam jamoat, Ayda Online proyektida Easy Tatar topshiruvini davom etamiz. Nihoyat kelasi shig'alish. Ismidan ko'rganingizcha, bugungi video internetda qo'llaniladigan so'zlar turida bo'lacak. U so'zlarning qay birisi balki hali sizga tanish tugildi. Tik qo'rqib qolmag'iz. Ko'nikmagan aybiga shulay sayr bo'lib tuyuladi endi u. Yaray, ishga kirishik. Sotsial shelter. Mana sen. Sen. Kunida necha soat onlayn bo'lasan, aytadi menga. Shundan ko'p bilishing sotsial shelterlar olib turadilar. Ana ol bir to'xtovsiz yozmalar, layklar, yozishuv, hikoyalar. Durust eshitdingiz. Stories tugul, hikoyalar. Kim aytmishli storiesga voy hikoyalaringga tushirmisha qolsang, u hal bo'lmadi degan so'z. Shunday. Masalan, qara hikoyalarda bir qiziq filtr topdim. Ko'rdingmi sen yana? Storiesda deysingmi? Hikayalaringda Totarsha siyashsang, totarsha silash. Aytganimcha, sotsial shelterlarda gil yozishib turamiz. Shunday. Mana u do'stig'izga jibergan tekst nechga o'tadi? Kim biladi? Bilasizmi? Bilmasang, mana xabar. Masalan, yo'q, sen mening xabarlarni gil o'qiysan-da, javob bermaysan. Endi ignor o'qaman, anlamayman. Ignor tugul endi. Men bu tekshnikda shul aytaman. Tega oshiq-pishib javob berasiz kelmaydi. Yaxshilab o'qib sening xabaringni o'ylab. Mana ol xabarlarni jibarish uchun bilasiz narsa kerak. Albatta, qiymasar. Masalan, zinhar totar harflarini o ular bilan almashtirib yozishni to'xtatali. Aytamsan, Bulat Shaymining bir videosini jibaraman. Unda Androidga bir o'ng'ayli totarsha tuymasarni nechta kirtasini o'rgatadi. Jibaraymi? Demak, kelasi so'zga ko'chamiz do'stlar. Ular bo'lsa yozilishi. Bilganingizcha, yozilishlar ko'proq bo'lgan sayin hikoyalarni-da ko'proq kishi qaraydi. Shunga ko'ra biz bloger va vlogerlar ko'proq yozilish yaratamiz. Ya Bulat, necha podpishing necha yozilishing bor so'ngda? Necha yozilishing bo'lishi muhim tugul. Eng muhimi salomatlik. To'xtali. Kim yozilishini to'xtatganingda tag'in? Kechagina menda 55 yillar bit. Shuningda yozilishlar muhim, chunki ular bo'lmasa, qorovlar bo'lmas edi. Sahifamizga biror video kiritgandan so'ng uning necha qorov yig'ganini kuzatib turarga yaratamiz. Shu bitinda. U bitinda jonga rahat keltira, yurakni tezroq tebarga majbur eta. Sen ko'proq qorovlar yig'gan sayin o'ngishliroq degan so'z. Yo'q. Hali yamog'idan tag'in bir so'zni aytdim. Sezdingizmi? Sahifa. Hozir endigina qiziqli totarsha sahifalar yo'q. Nektar yozilishlarigina oz. Videosini yozib qoldiramiz hali. Totarsha kontentni nechik popularitarga. Sahifalarga smartfonimizdan kirish uchun narsa kerak? Durust, qo'shimcha. Ular ko'p turli bo'ladi, ham biz kundalik ularni doimiy ravishda qo'llanib turamiz. Shunga ko'ra bu so'z hech shaksiz foydali bo'lacak. Masalan, mana shu qo'shimcha yordamida tanishdiqda endi bizaning bilan. Menda o'ng'a sipadim. Menda yuklayman shundan necha vaqt oladingiz yana? Ham shulay aytib kelasi so'zga ko'chamiz. Ular bo'lsa yuklav. Mana da biz yeshqina ishlaymiz. Film qarov, muzika tinglav, qo'shimchani qo'llanish uchun ana boshda yuklarga kerak. Qo'ya, skash aytib bitirdingmi endi? Tezroq qaraysiz kelar. Yo'q, yuklab bitirmadim hali. O'zingning internetini taratsang, balki tezroq bo'lar. Mana siltamasi bo'lmasa, birinda yuklab bo'lmaydi. Masalan, Babay, internetda tilasa qaysi siltamaga bosarga yoramay, unda oldovchilar ko'p. Mana senga bildilarmi so'ngda millionimni? Yari, aliga shular edi. Internet qo'llanganda tag'in biror bilmagan so'zing kelib chiqsa, Google it. So'z o'ng'ayidan Ayda Online proyekti totar tilida asarlar o'qishga taqdim etadi. Saytda totar klassikasida, chet til asarlarining tarjimasida bor. Kitobxonaga borib turasiz yo'q, saytni ochasizda o'qiysan. Shunda o'q audio kitobi da bor. Ishonmasangiz o'zingiz kirib qarag'iz. Siltamasi ostda. Yaliga video tamom. Ayda Online bilan totar tilingizni komillashtirsangiz, do'stlaringizga da kengashtirsangiz, siltamalar ostda. Sog' bo'lasiz.